Hamma sport turlari bo'yicha viloyat hokim kubogini o'tkazamiz. Kubok pishib, yog' olib, umumiy avans darajam 8. Abdulla Avloniy nomidagi davlat stipendiyasi sotiraman. Biza baribir qadriyatlarimizni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Kuni kecha Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov payshanba Yoshlar kuni munosabati bilan Termiz davlat pedagogika institutida tashkil etilgan yoshlar bilan uchrashuv hamda Buyuk Sarkarda Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yiliga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etdi. Dastlab talabalar tomonidan ushbu sanaga bag'ishlab tayyorlangan sahna ko'rinishlari va badiiy dasturlar namoyish etildi. Pamira Turkistonmiz. Shundan so'ng institut olimlari va iqtidorli talabalarning innovatsion ishlanmalari, ilmiy tadqiqot ishlari hamda biznes loyihalari taqdimoti bilan tanishildi. Jumladan tibbiyotda keng qo'llash imkoniyatiga ega bo'lgan qimmat dori vositalari o'rnini bosuvchi chayon zahrini olish loyihasi, Asosiy maqsadi chayonlarni laboratoriya sharoitida boqish, ko'paytirish hamda ulardan simli suvda zahar olishga mo'ljallangan inklyuziv ta'lim oluvchilar uchun innovatsion jihozlar yaratish bo'yicha ishlanmalar hamda vohamizning janubiy hududlariga kirib kelayotgan chang bo'ronlarining shakllanishi va harakat yo'nalishlari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar taqdimot qilindi. Chayon zahri olish loyihasini amalga oshirish uchun Termiz hayvonot bog'i hududidan joy ajratish, loyihani moddiy qo'llab-quvvatlash, chang bo'ronlari bo'yicha ilmiy izlanishlarni kuchaytirish va ularning oldini olishga qaratilgan ilmiy asoslangan yechimlar ishlab chiqish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Talabalaring juda ilmiy chanqoq ekan deb o'ylagan. Qamron tumanlarimiz kesimida Qamronni ko'rib chiqishimiz mumkin. Shundan so'ng viloyat rahbari yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Unda turizmni rivojlantirish, talaba yoshlarning xorijiy davlatlarda o'tkaziladigan sport musobaqalarida ishtirokini qo'llab-quvvatlash kabi tashabbuslar tinglandi. Shuningdek, institut qoshida maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini yo'lga qo'yish orqali oilali talabalarning farzandlarini qamrab olish bilan birgalikda ularning amaliyot o'tashini tashkil etish takliflari ham ilgari surildi. Bunday binolar, mambuzallar eng rivojlangan davlatlarga borsang ham bundan ortiq universitetlarda sharoit bo'lmasa kerak. Faqat bitta narsa, maza qilib o'qish kerak, o'zini ustida ishlash kerak yoshlar. Sharoitlardan prezidentimiz berayotgan imkoniyatdan foydalanish kerak. Tez hamma narsa tez erishilsa, uni juda ham umri ham qisqa bo'ladi. Mehnat bilan, mashaqqat bilan bo'lsa, uni ertaga barakasi ham boshqacha bo'ladi. Chayon boqish kerak ekan-da, o'zini oltin davr deb bekorga aytilmagan. Eng odamni inson bo'lib shakllanadigan davr. Ertaga 2-3 yildan keyin bu imkoniyatlar bo'lmaydi. C1 sertifikati borlarga 130 million so'm pul beriladi. Uchrashuvda xalqaro matematika olimpiadalarida yuqori natijalarga erishgan talabalar hamda institutga xorijiy davlatlardan jalb etilgan professor-o'qituvchilar bilan suhbat o'tkazildi. Tadbir yakunida faol talabalarga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Elitsa o'quv markazida ingliz tili sohasida dars berganman. Umumiy avans darajam 8. O'rtoqlar ko'paytiring, C1ga chiqaradi. Bo'ptimi? Sog' bo'ling, rahmat. 7-sinf, 8-sinf qizlar katta odamlardan zo'r fikrlaydi. Bobur nomli davlat stipendiyasi sohibasiman. Abdulla Avloniy nomidagi davlat stipendiyasi sotiraman. Aynan hozirgi kunda bundan tashqari bir nechta ilmiy badiiy asarlar muallifi, shuningdek Surxondaryo viloyati yozuvchilar uyushmasi a'zosi hisoblanaman. Universitetdagi, institutdagi hamma minglab talabalar, ustozlar, buni o'qitganlar hammasi ota-onasini ko'rsatsa, mana biz shu qishloqdan chiqqan, hech narsa yo'q. Talabalar tomonidan manzur bo'lib, kutib olindi. Bu asarim so'y davrida o'zbek millatini qanday hayot kechirganligi, hozirgi ta'lim darajasi, hozirgi shart-sharoitlarga qanday qiyinchiliklar bilan kelganligimiz, avval ta'limimiz qanday edi-yu, hozir mana qanday darajada ekanligini bitta pedagog misolda pratik bo'lgan holda yoritib berganman. Agar ruxsat bersangiz, ushbu kitobni sizga sovg'a taqdim etaman. Hozirgi yoshlar umuman dunyo qarashi ham boshqacha, eskicha fikrlash ham yo'q. O'rganish ishlari yakunida Termiz davlat universitetining Termiz tumanida joylashgan o'quv tajriba bazasida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishildi. Mas'ullarning hisobotlari tinglanib, kelgusidagi vazifalar belgilab berildi.